47-misolimiz. A, B, C natural sonlari ekanligi ma'lum va A, B 143 ga, A, C 187 ga teng. A plus B plus C ning eng kichik qiymatini toping debdi. Buni topish uchun ikkalasiga ham e'tibor beradigan bo'lsak agar, berilayotgan ifodalarning har ikkalasida ham umumiy ko'paytuvchi bor. Ya'ni umumiy ko'paytuvchi bu yerda A. Demak, 143 va 187 sonlari aynan A ga karrali. Bu ikkalasining E kubi A ga teng desak ham bo'ladi. Shunda 143 ning ko'paytuvchilarga ajratsak, 11 kara 13 bo'ladi. 187 ni ko'paytuvchilarga ajratsak, 11 kara 17 bo'ladi. Demak, osongina topishimiz mumkin. A ning qiymati 11 ga teng, chunki bu sonlarning E kubi 11 ga teng bo'lyapti. B ning qiymati 13 ga, C ning qiymati 17 ga tengligini. Bizda mana shu 3 ta sonning yig'indisi so'ralgan. Bu 3 ta sonning yig'indisi 41 ga teng bo'ladi. 41 degan javob esa bizda B javob.